Xo'p, gradient berishdan davom etib ketaveramiz. Liner gradient beryapmiz. Ikkala chekkasi birinchi rangni tanlab oldik. Esingizda qolishi yana bir marta takrorlab beraman. Buni o'zini tanlaganimizda bularni mana PowerPoint'larda agar yaxshilab podrobno ishlagan bo'lsanglar, prezentatsiya qilgan bo'lsanglar, shularda ham bor. Gradient berish sahifalarga, hali tayyor shablonlardan qochgan holatda yasamoqchi bo'lsanglar. Endi ikkinchisi, ya'ni o'rtadagisi. Bunday sal yaqinlashtirib, masalan buni qarang. Keyingisi, uchinchisi, bunda ham olamizda bu rang. Buni hozir ustunda o'chiradigan bo'lsak, mana tipa shunga o'xshab ko'rinadi. Oralarini agar orasini ochib qo'ysanglar ham bo'laveradi. 4 ta ustun, faqat 3 ta emas, 3 tadan yuqoriroq qilib ko'paytirib bosib yuborsanglar ham bo'laveradi mana uni. Masalan, bu turibdi. Yana bitta plus bosib turib, mana ularni sal bunday oralarini jildirsanglar bo'laveradi. Mana to'qlashtirib, ochlashtirib. Endi keyingi qiladigan ishimiz tekstlar bilan ishlash ekan. Biz mana yerda tayyor bunisi nima ekan endi? Durbinlik ekan. Asosiy title'ida bu. Mana ikkalasini about us. Ikkalasini yonma-yon olib turib, Ctrl G qilib olsak, shundaycha ko'chirib olib o'tib ketaveramiz. Bittasi tushib qolmaydi shunda. Tekstini olsanglar ham bo'laveradi, chunki shrifti bir xil bo'ladi. Bu bilan bunisi emas, bunisi. Yoniga olib kelib olamizda, shift bilan belgilab turib, alt bosib, mana bu joyga olib kelib olamiz. Ikkalasini ham endi mana bu guruh bo'lgani uchun markazga tekstlasak bo'laveradi. Bitta-bitta tekstlab o'tirmaymiz. O'rtaga va o'rtaga deymiz. Ikkala chekkasini to'g'irlaymiz. Mana uni yoqib qo'yamiz. Guide'ni ko'zini ochib qo'yamiz. Endi buni tekstini o'zini ham menga to'g'rilab qo'yamiz. Menimcha bu yerda enter qo'yib qo'yilgan joyi bor ekan. Bunday qilib ochib turib, abab o'chirib yuboramiz-ku. Transforming business with next gen IT solutions. Transforming business with next gen mana Lorem olib kelsalar ham bo'laveradi manetga. Bitta sahifa yasab olgandan keyin qolgani oson bo'lib qoladi o'zi. Buni ham mana ikkala chekkaga tekislab qo'yaverasizlar, chunki ya'ni safar o'zgartirayotganinglarda muammo bo'lmaydi. Bunga va bunga. Endi buni chekkaga tekisladik, tekstini o'rtaga tekislab qo'yamiz. Ikki qator tekst bor ekan, bo'ldi. Endi bitta frame yasaymiz, yaxshilab ko'rib olamiz. Mo chekkasida qaranglar, yarim tomonida stok bor ekan. Shuni qanaqa qilib chiqarishni hozir zapis ketyaptimi ishqilib. O'rgatib qo'yaman. Xuddi gradient bergandaqa yasab ketamiz. Oldin o'zini yasab olaylik. Xo'p, 4 ta ekan, bizda ham 4 ta ustunimiz bor, muammo bo'lmaydi. Har bitta ustunga bittadan joylashtirib ketaveramiz. Bitta frame olamizda. Shunga joylashtiramiz va bunga background color beramiz, ya'ni fill olamiz. Menimcha ikkitasi ikki xildan ekan, yonidagi farq qilish uchun. Shuni olamiz, olganimizdan keyin uni ichiga bitta rectangle chizib olamiz. Mana rasmni shunday rectangle ichiga joylab ketaveramiz shunda. Xo'p, buni mana uni frame yasaganligimizning sababi ichidagi elementlarni markazga tekislayotganimizda bizga oson bo'ladi. Buni o'zini belgilab turib, bunday qilsak markazga tekislanib oladi. Endi bunga rasmlar, mana rasmlarni olib qo'yib yuborsalar ham bo'laveradi. Borib qiynalib o'tirmaymiz. Alt bilan kelib mekka qo'yib yuborasizlar.
Endi buni mana shu to'rtburchakda o'ziga moslanib tushishi uchun Ctrl Z frame ni egallab biz rasmda o'zini belgilasak, olamiz, bu joyga olib kelamiz. Mana rasm turibdi, y rectangle turibdi. Buni olamiz, shift bilan buni belgilab turib, o'ng tugmani bitta bosasizlarda use and mask qilsanglar to'rtburchakga moslab oladi o'zi. Rasmda olib turib, masalan, teparoqqa, pastroqqa yoki o'ngga, chapga moslab qo'ysanglar bo'laveradi. Bitta yasab olganimizdan keyin, xo'p, text i manunisi bor ekan. Adashmasam, manun bilan bir xil bo'lishi kerak. Tepada yo'qmi? Manuni teksti bilan tepasida sarlavhasini olsanglar bo'laveradi, yozib o'tirgani. Erinsanglarda misol. Shift Alt. Makka joylashing deymiz. Nima, maskani ichiga joylashib qoldi. Tashqariga chiqarib qo'yamiz, Mana tashqariga joylashtirdik. Mana ikkalasini Ctrl G qilib qo'ysak, bizga xalaqit bermaydi. Buni olib tepasiga olib o'tib qo'ysak, ko'rinadi shunda. Endi mana tekstlarni sal bunday qilib kamaytirib qo'yamiz ekan. Buni olamiz, sal pastroqqa tushiramiz. Rasmni ham sal pastroqqa tushirsak, chiroyliroq ko'rinadi. Markaz. Bu markazda. Hop, nima degan ekan, shuni yozib qo'yamiz, Cloud Solution. Solution degan nima degani? Yechim. Hop, bir yo'l stokini ham qo'yib olsak, yana qaytadan qaytib kelib o'tirmaymiz, Qaranglar, mana frame turibdi. Sal tortsak ham bo'lar ekan. Mana bu rasmni sal tushiraylik, bir yo'li to'g'rilab olaylik. Albatta bir xil ekan, lekin rectangle ga ko'taramiz. Bo'ldi, markazda qolgan joyi to'g'ri. Frame ni belgilayman. Yaxshilab e'tibor berib turinglar. Stokni bossam, to'rala tomoniga stok beryapti. Mana yaxshiroq ko'rinishi oq rang tanlab turibman hozircha. Mana uni ikki qalinlikda qilaylik. Ikkiga joylaganimizdan keyin bunga qarasanglar, ozgina border bor ekan. Xo'p, masalan 8. Normal ekan. Endi bir tomoni qanaqa qilib yo'qotaman degan savol tug'iladi sizlarda. Shuni bir tomonni yo'qotamiz endi. Frame ni belgilagan holatda, hop, mana stok ichiga kiramiz. Bunda ham gradient berib yuborsa bo'laveradi-da. Ko'rgan bo'lsanglar. Hop, ikkalasini ham oq rangda belgilayman. Belgilab turib, buni bu tomondan bu tomonga yoki bunaqasiga hozir sinab ko'raylik. 0 0. Hop, yo'q, batta. Buni aytmoqchimisiz? Yo'q, pastda. Bu Buni aytmoqchimisiz? Yo'q. Aytmoqchi bo'lgani, mana uchda battinlar yasaymiz-ku. Shuni bir tushuntirib ketmoqchi edimda sizlarga. Battinlarni yasayotganingizda bir salaringdek xuddi nur tushgandaqa ozgina ko'rinib ko'rmay chekkasi chiziq bo'ladi-ku. Ozgina nimasi chizig'i bo'ladi. Shunaqa gradient bilan stok berganda
Xuddi bo'rtib turgan tugmaga o'xshab chiqadi-da, shunaqa effektlarni bersanglar, ham ichiga gradient, ham stokni ham shunga moslab qarama-qarshisiga berganinglarda shunaqa shakl hosil bo'ladi. Va bizda buni oldin yoqib qo'yishimiz kerak ekan. Hop, olur. Bu tomon va tepasi. Bitta yasab olganimizdan keyin qolganiga kopiya qilib olib ketaveramiz, ha. Bo'ldi, hamma joyini yasab bo'ldik. Frame yoki cloud deb qo'ysak ham bo'laveradi. Bir-biri bilan almashib ketmasligi uchun. Hop, bu boshqa, bu boshqa bo'ldi. Cloud olamizda alt bilan kopiya qilamiz va backgroundini o'zini sherigiga moslab qo'yamiz, ha. Ikkinchisini ozgina разный rangi bor ekan, olamiz. Endi bu bilan buni olib turib, ikkalasini birdaniga bittalab olib o'tirmaymiz. Alt bilan kopiya olamizda bu yoqqa qo'yib qo'yamiz, ha. Buni belgilaymizda, buni bitta bosib qo'ysak va mana uni chegaraga olib kelsak, o'zi avtomatik moslab oladi. Mana. Endi ikkitasi teparoqda adashmasam. Birinchisi bilan bu biroz bir xil bo'lish uchun biroz pastroqda. Ko'payib ketdim. Ko'payib ketibdi ozgina. Belgilab. Mana x, y'larini to'g'rilab qo'ysak ham bo'laveradi. Bu sahifasi почти bo'ldi. Keyingisi juda ham bundan ham ko'ra osonroq ekan, a. Tekst shunday olib turib, buni mana uni teskarisi ekanda. Bitta общий rasm olar ekanmizda. To'g'rilab qo'ysak bo'ldi ekan. Shuni o'zidan kopiya olib turib bir tomonga tekislab olsak ham bo'laveradi. Alt bilan kopiya olamiz. Sizga tugallangan, a? Oxirgi pejimiz. Hop, mana bu rasmlar bizga kerak emas, olib tashaveramiz, lekin bulari kerak. Bu tomonga tekislab qo'yishim kerak, a. Hop, buni ikkinchi tomonni markaz chekkasida ekan, muammo emas ekan. Agar markazda bo'lganda alohida frame olishimiz kerak bo'lib qolar edi. Chekkaga tekislaymiz. Buni mana joydan bu yoqqa tekislaymiz. Qaranglar, nimaga leftga tekislangan ekanda. Buni olamiz, bu yoqqa tekislaymiz va to'g'rilab qo'yamiz. Y shuni yaqinroq olib kelsa nima bo'ladi? Y Techways in the right IT partner for you. Y Techways nimani nomi ekanda bu? Uni brend nomi. Is the right IT partner for you. Endi mana unisini mana o'rtadagi ikkitalikda moslab qo'yamiz, a. Buni ham moslab qo'ysak va sal pastroq qo'yib tushsak. Buni ikki qator qilib qo'yamiz ekan, a. O'chirib o'ramiz. Ko'ryaptimi axir sizlarga ham? Enter qolib ketibdi, olib qo'yamiz.
Mana ular ham xuddi shunga o'xshagan frame ekan. Bitta ikonka qo'yib, endi bu tomoniga chizib berganmiz. Mana shulardan bittasini olib tursak ham bo'laverar ekan. Yon tomonga uzaytirib qo'yarkanmiz. Buni olaman. Alt bilan bu yoqqa olib kelaman. Xo'p. Mana bu rasmni olib tashlayman. Rectangle'ni. Lorem turaversin. Hop, text turaversin. Bittadan mana icon qo'yib berganman yoniga. Game'niki bor ekan, call'niki bor ekan, security'niki bor ekan. Mana to'g'rilab qo'ymabmiz. Why choose us? Yopishib ham ketibdi. Why choose us? Nimaga bizni tanladingiz deyapti. Endi buni bu tomonida ekan. Qolgan joyini o'chirib yuborar ekanmiz. Va mana ungacha cho'zib olib kelamiz. Adashmasam. Text. Bittasini yasab turib, qolganiga kopiya qilib olib ketaveramiz. Chiqib ketib qolmasin. Hop. Iconify. Birinchisi game'da adashmasam. Oralarni to'sib qo'yaylik. Game. Boshqa joyga yozib olamiz. O'zimizga yoqqan tanlab olaveramiz. O'zi eng yaxshilari doim boshida chiqadi. Mana ular tanlab olsanglar ham bo'laveradi. Hop, voy, mittiligini. Bo'ldi, qolganini keyin to'g'rilab qo'yamiz. Uni o'zimizni sariq rangimizga o'tkazamiz. Qora rang chiqmayapti. Selection color, primary colorimizni berib, endi buni sal emas, anchagina kattalashtiramiz. Bu bilan buni bitta gruppaga olib qo'yaylik. Sal kichraytiraylik buni, bunday qilib. Borderimiz bor ekan o'zi. Bo'ladi. Buni yopamizda, buni yopib, mana grup ikkalasini bitta chiziqqa tekstlarib qo'ysak, bo'ldi. O'zi kichkina ixchamgina ekan, ikonkasi. Bitta rasm, tekst qoldi, qolganini tugatib qo'yamiz. Buni olamiz, alt bilan kopiya qilamiz, yana bitta alt bilan kopiya qilamiz. Hech bo'lmaganda ikonkasini o'zgartirib qo'yaylik. Plugin, Iconify. Ikkinchisi nima edi? Call center deb yozsak chiqadimi?
Manimi? Mikrofonligini tanlashimiz kerak ekanda alohida. Bu g'alati ekan. Odamlar ham bor ekan. Mana ular bor ekan. Buni qo'yib ko'raylik a. Javani yumaloqligi ajoyib g'aroyib ekan. Ketdi. Buni olib rangini o'zgartirib sariq rang bilan mana ko'k rang yaxshi chiroyli ko'rinar ekan, nima deysizlar? Qaranglar, bu ozgina nimaroq turibdi, e'tibor bergan bo'lsalaring. Ingichkaroq. Shuni yana ham mana ichkarisini belgilab turib, alohida ajralgan ekan. Mana uni 2 qilib qo'ysanglar, sal yo'g'onlashishi kerak edi. Yo'g'onlashdimi, yo'g'onlashmadimi? Mana unga moslashtirib qo'ysak demoqchiman-da. Endi 2,5 qilib qo'yaylik-a. 2,5. Mana shu normalniy ekan-a. 3 ta joy yo'g'onlashib ketadi ekan. Keyingisi adashmasam security da. Iconify. Security. Oddiy chiziqlisini olamiz a. Tepada chiqmadimi chiziqlis? Tepadagilarga mosroq bo'lsa yana ham chiroyliroq ko'rinadi. Atak buni olsak ham bo'lar ekan, nuqtasi bor ekan. Chiqib bo'lsa kerak chiziqlisi ham desam yo'q ekan. Bo'laveradi. Shunaqa qilamiz. Vektor-ku a? O'chirsa bo'laveradi. Group. Sakkiz ekan. Bu 42 ekan. Buni kattalashtirsak va shu ketadi. Rangini o'zimizni primary colorimizdan qilib, ichida nuqtasi ekan. Nuqtasiga javob beraveramiz. Buni nima qilyapti? Mana komponentlar faqat kopiya qilinganda shunaqa holatda ko'chadi o'zi. Komponentda bular o'zi ham saqlanib qoladi. Prosta ko'z yumilgan holatda bo'ladi. Xo'p, shuning uchun birinchisini yasayotganda mana shu komponentlarning uchalasini ham tashlaydi. Qolgan ikkitasini yumib turib, keyingisiga kopiya qilganda keraksizini ko'zini yumadi, keraklisini ochib qo'yadi. Buni ham ozgina qalinlashtirar ekanmiz a. 2 o'zi normalniy shakli. Endi keyingisi bitta to'rtburchak olib rasm tashlavoramiz. Xohlasanglar frame olsanglar bo'laveradi. Qo'lni ketgan ekan-a, e'tibor bergan bo'lsanglar. Mana to'rtburchak. Chiqarib olsa ham hech narsa qilmaydi. Tepagacha ketgan ekan. Biz 20 qilganimiz sababli bir xil qilib to'g'rilab qo'yamiz. Hop, ikkinchini yarmigacha borgan ekan, bitta tekst bor ekan. Mana bunday kopiya qilib olib, shriftini sal kichiraytirib qo'yamiz ekan.
40 emas, 32 qilib qo'yamiz. 28. Xo'p, bir narsa solution. Mana uni olib qo'ysak ham bo'laveradi. Pastga. Bunga rasm. Hop, sal raznerroq chiqish uchun birorta rasm topib qo'yib qo'yaylik. Tekinmi, to'g'rimi? Pinterestga kirib, IT technology serverga o'xshagan rasm ekan u. Serverga o'xshayapti, qaranglar. Hop. Qaysini olsak bo'ladi? Data. Qaysini olamiz? Big data. Boshqa narsalar o'ylayman. Server. Mana o'xshagan aslida endi. Prost odam bor edi. Odam bo'lishi shartmi? Nima bor ekan? Nima? Mana u ham bor ekan. Qizil tushar ekan lekin. Pastroqqa tushish kerak ekan bu. Endi hammasini bitta qilib full page qilib yasab qo'yamiz. Endi birlashtiramiz. Bitta olishimiz ham shart emas ekan, mana uni cho'zib qo'ysak bo'laveradi. Buni bu yoqqa olamizda. Umumiy qilib cho'zamiz. Landing page bo'lib ketaveradi-ku. Xo'p, mana bu frame uchimizni bu yoqqa olib kelamiz. Hammasini olib kelib tekstlavoramiz. Xo'p, buni bosib ketma-ketlikni hozir yoniga o'tib qolyapti-da qolgani. Hop. Hozir oxirgi pejim ketib qoldi. Nomlab qo'ymagan ekanman. Xo'p, header joyida turibdi. Bu nimadir ichiga joylab yubordim-da hozir. Bu choose as bo'ladi nomi. Buni nomi
Xo'p, about as bo'ladi. Xo'p, mana bu bilgan bo'lsanglar, boshdan deb ajralib turgandi. Shuning uchun buni orqasiga sal tepaga ko'tarib, hop, nimaga ustiga joylanib qo'yapti bu frame? Bu about asidi ekanmiz. Hop, birlashtiramiz. Ketma-ketligi teskari bo'lib qolibdi. O'rnini to'g'rilab qo'ysak bo'ldi. Bu nomini o'zgartirmagan ekanmiz-da o'zi. Bu servisi degan. Kopiya qilib olib o'tganimizda o'zgartirmagan ekanmiz. Services. Sahifani nomi ham services bo'ladi endi. Mana frame'imizning nomi services. Endi header eng tepada turadi. Headerdan keyin about us. Endi mana orqasida joylashadi. Service about dan keyin. Shuning uchun noto'g'ri joylashgan. Endi bu frame bilan bu frame'ni buni ham bunday qilsak, o'zi markazga joylashib qoladi hammasi. Bunday qilib yuboramiz. Buni ham bosamizda markazga to'g'rilab olib kelib qo'yamiz. Mana uni sal kichraytiramiz. Hop, endi full web sayt deb yozib, endi ko'raylikchi qanaqa ishlayapti ekan. Keyingi qilinadigan jarayonlar, ana menyulari bor-ku, shularni bosganda shu sahifaga o'tib ketadi. Agar alohida frame bo'lmasa o'tmaydi-da u narsa. Bitta qilib chizib ketadigan bo'lsangiz, bog'lanmay qolasiz. Prototype degan mavzularda o'tamizda. Xo'p, bunday qilsak keyin ko'rinadi. Present qilib olaylikchi. Bir yil ulashda ham tushuntirib ketaveraman, keyin yana davom ettiraveramiz. Bu anaqani olmabdi-yu faqat. Umumiy 1440 da o'zini olib, yarmini tashlab yuboribdi. Kichraytirib qo'yamiz ekan. Xullas, mana saytimiz hamma yo'q birlashgan, tayyor. Bu oxiri. Qanday qilib ko'rishni bilib oldinglar-a? Qaranglar, yasagandan keyin normal narsa paydo bo'ladi oxirida. Buni kichraytirib o'zini razmeriga olib kelganimizdan keyin endi mana qaranglar, mana endi to'g'irlanib qoldi. Yozuv yarmi qolib ketdim, to'g'irlamadik chunki mana uchib ketib qolibdi. Tekshirib chiqasizlar oxirida shunaqa qilib. Bunday qilib yaqinlashtirib ko'rganda noqulay bo'lishi mumkin, misol uchun sizlarga, to'g'rimi? Bu saytda masalan brauzerda ko'rinishi. Endi masalan about us'ni bosganda about us shunday tepaga chiqishi uchun nima qilish kerak? To'g'rimi? Shuning uchun mana ularni moslab oldik-da biz. U frame dag'da qolib ketib qoldi. Buni bunday qilmadik-da. Bu mana uchib ketgan qaysi edi? Mana to'g'rilab qo'yaylik. Yana alohida tushuntirib o'taman. Mana ular to'g'ri yozgan bo'lsak, u yog'i ketaverish kerak.
ketdi. Xo'p, masalan, home turganda o'ziga qaytaveradi, oldin boshqasiga ulab olish kerak. Masalan, mana about us bosilganda about usga o'tsin. Masalan, mana plusni olamanda mashimada about us on klik bo'lganda scroll bo'ladi. Hop, navigate bo'lsa yon tomonga aylanadi. Scroll bo'lsa ham bo'laveradi. Set variable hozircha kerak emas. Instant. Hop, agar animate qiladigan bo'lsak, sekingdek bo'lib ko'rinadi. Shunaqa har xil JavaScript kodlar yozib tashlashyapti, saytlarda aylantirib. 3 emas, tezroq borsin, a? 100 emas, 1000 qilib qo'yaylik-chi, albatta 3000 turibdi ekan. Easy out bo'ladi. Birinchi sahifa bilan ikkinchi sahifani o'rin almashishi. Hop, hozircha shuni tekshirib turaylik. Mana. Xuddi realniy veb-saytga o'xshab. Endi keyingisi mana servis ekan, a? Servisga mana unga o'tgan holatda servisni bosganda, u servischa yana menyular bor ekan bizda yo'qligi uchun. Xo'p, buni emas, buni. Xo'p, klik qilganimda scroll bo'ladi, ya'ni almashadi, tepaga tortilyapti. Easy out bir xil bo'laversin qolgani. Hatto buni stilni kopiya qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Xo'p, yana bitta page'imiz bor ekan, bir yo'li bog'lab qo'yaylik. Choose us. Hop. Choose us. Mana projectga bog'lab olavering yoki blokka bog'laylik. Choose usga sal mantiqan to'g'riroq bo'ladi. Qaysini ushlayapti? Mana frame'da o'zini qolgan joyi bir xil turaversin. Ketdi. Masalan, aboutni bosganda about ko'rinadi. Servisni bosganda servis ko'rinadi. Mana uni tepaga qatirib qo'ymabmiz. Blok deydi. Blokni bosganda mana oxiriga yetib keladi. Tayyor bo'ldi. Shu joygacha ko'rsatishinglar kerak.